O'sha yerda piknik qilamiz. Yuri. Ey, o to'xta. Ana. Egasi kelib qolsa hozir nima qilamiz? Qochib ketamiz. Qaqqa qochasan? O'ntga. Hozir kelib qolsa shallaqi bo'lsa nima qilamiz keyin? Siz borsiz-ku, jag'il qilib tashlasa, siz o'zingizni krasavchikman deb o'ylaysiz-ku. Bitta ko'zingizni siqib bitta oppa etib qucholasiz, rashad bo'lib ketamiz. Sen borsan-ku. Marjam doras. Sen rashk qilmaysanmi? Sal logikani ishlating. Kimmi joyi bu? Doktorga o'xshayapti. Yoki medda o'qiydi. Kollejda, keyin 8 yil o'qiydi. Hisoblang, 40 dan yoshmas-u. O'ptirganiga shukr qiling uni. Men joyimga o'tiryapsizlar. Skeletdan bilsam bo'lardi buni sherikligingizni. Nima? Ko'rdingizmi, shunaqalar bilan yursiz? Go'shingizni yeb skelet qilib qo'yadi sizni ham. Shundoq ham skeletdan farqim yo'q hozir. Men bilan yursa skelet bo'lib qoladimi? Ha? Mana ko'rinib turibdi ikkalanglar yurganinglarga. Ikkalanglar ham mesh polvon bo'lib qolibsizlar. Nima? Men semiz emasmi? Yaqinda 12 kilo vес tashladim vobsheta. Aptekachi qiz, siz jahl qilmang. Jahli chiqsa qanaqa tinchlantirishni o'rgatgan go'zal. Qanaqa ekan? Undan ko'ra soch yulishamiz-ku. Hech qanaqa soch yulishmaysizlar. Men o'zim bilaman qanaqa tinchlantirishni. Yaxshi qiz, siz aptekada ishlardingiz-a? Soch o'stiradigan dori bormi? Bor, nima edi? Sochingizni o'stirishga to'g'ri keladi. Hozir sochingni bittalab. Meni sochim-ku mayli. Siz qanaqa o'stirasiz jingali sochlaringizni? Menikidan bir tolasi ham tushmaydi. Habib bilan Konor jangi boshlanadi-yu. Tinchlaninglar. O'zi siz nima qilasiz bo'tdi? O'qimishli qizlar toza havoga dars qilgani chiqadi. Sen nima qilsizlar bitta? Teatrga boringlar, kinoga boringlar. Nima bor sizlarga bitta? Yo, musor qilgani chiqdinglarmi toza havoga? Yo, biz o'zimiz bilan qishda solib kelmadik. Yo, musor qilib ketamiz. Bizdan keyin siz qolasiz. Hozir men seni. Hey! O'zingizni bosing. Aka. Qanaqa aka, qattaga savoldingiz? Nima dey? Tog'a deymi bo'lmasa? Tog'a demang. Gapiravering, eshityapman. Siz aptekaga boring, men o'zim sizga dori beraman asabga qarshi. Meni asabim joyda. Dunyodagi eng asabiylashmaydigan odam men deb o'ylardim. Lekin meni ham asabiylashtirdi bu. Siz bu bilan butun umr yashashingiz kerak. Sizga temirdan asab kerak. Sizga asabagayin degan dori beraman. Asabagayin? Asabagayin? Qanaqa dori? Asab bilan tinchlantirib qo'yadi. Hech qanaqa dori ichmaydilar. Menga shu turishlarda chidashlari kerak. Yo'q, Sizga bitta savol-da. Nega medinsti qizlarni yigiti bo'lmaydi? Birinchidan o'qish muddati uzoq, ikkinchidan kontrakt qimmat. Uncha-bunchasini duxi yetmaydi. Ko'rdingmi, sen maksimum kollejni qizsan. Yo, maktabda qolib ketgansan. Ko'p gapirmang. Bo'pti, aptekachi qiz. Yigitingiz bilan yaxshi o'tiring. Sizga o'zi faqat mashumos. Chao kakao. O'qimishli qizlarning yigiti kitob bo'ladi. Bu qatdan ham tushunardi?